bo'lib tar yulduz bo'lib boqasan osmonlardan endi sen do'stlaring qalbida mangu bilasan bugun yoki hozir yoki 2 kundan keyin odam o'lib bilmaydi. O'lsa bash qo'shib qo'ygan bo'ptimi? O siz blogingizni o'zim yuritaman, asarlaydi. Bir umrga yozasam, Bir umrga. tasavvur qilyapman, misol, tasavvur emas, misol. Qara, u hozir misol hech kim buncha tanimaydi-ku odam. Keyin o'lgandan keyin million odam tanisa kerak. Vayinlar ham ketadi ketsa. Bo'lsa, babodan kim o'lib qolsa, mana shu so'roq qo'ysa ham bo'lar ekan. Hozir o'limimni eslayapman buncha. Endi menga qaraydi. Sen nima yig'laysan? Bilasizmi nima? Yonimizda bo'lmasa ham qolgan insonlar bor. Kitobda ona deb yozilami? Shundan nima olgan nima deb yozilgan ekan? Yuzimni yerga qaratadigan ish qilma maylima qizim, aynalib ketay sendan. Hamma tiriklikni qilgin. Ovqatlarni qilgin. Uylar tozalab chiqishgan. O'lim hayotning oxiri emas, balki bu dunyoning so'nggi yakunidir. Qabriston hayotning eng sokin va eng ta'sirli joyidir. Bu dunyoda hech kim abadiy emas. Hayot sinov. O'lim esa haqiqiy 10 daqiqa vaqtini qizg'anib tezroq tugasaydi deydigan. Hali qabrimiz tuprog'i qurimasidan ertangi ishlarni reja juda ham ko'p qayg'urmaylik. Zotan ular balki bunga arzimaslar. O'zingizni ehtiyot qiling. Tongda quyosh bo'lib, tunlar yulduz bo'lib boqasan osmonlardan endi sen do'stlaring qalbida mangu magansan bizni sen yonimizda bir umr yonimizda qalbimizda yashaysan. Sen yaratgan olamu inson go'zal, sen yuborgan Mustafa Qur'on go'zal, sen buyurgan har amal sunganing vijdon go'zal. Ha, arzi qayoqqa yo'q bo'lib qolding? Buni istoriya degan narsaga kirsam, sen Turkiyada jursanmi? Sen qaysi pulingga Turkiyaga ketib qolding? Men noto'g'ri yo'lda ketaman, bilmayman sen qaysi yo'ldasam buncha bunga gul keladi. Menga kelmaydi, lekin bunga keladi mana gul. Yo, men hayot yo'limdagi chizig'im noto'g'ri chizilib ketgan. Yo, o'zim noto'g'ri chizib oldim, yo noto'g'ri chiziq tanladim. Uyda Mickey Mouse'am kelgan. Mayli-da. Senden daha özel. Mavişim mavilendim, kapına kilitlendim. Mavişim mavilendim, kapına kilitlendim. Az tutmuştu. Mana shu mashinani endi bugundan boshlab mana shu mashinada meni ko'rasizlar. Men jiraman ana shu mashinada. Nesicha Jizzaxdagi akalar mana shu mashinani ko'rsalaringiz sekingina margat qilmasdan o'zingiz chekkaga chiqavering sizlar. Orqamda bo'lsangiz bu yoqqa o'tib bering. Men margat qilishim kutmaysizlar, chekkaga chiqing sizlar o'zlaringiz. Ana mashina, mana shu mashinada endi o'zim yuraman. Kuchli burilvardilar, juda balonimga zarar berdi. Ya mashinang boshqacha mashina shu. Hada mashinam darvozam oldida, men ketaveraman endi. Yo'q bo'lib ketdi, yo'q. Chaqmoq-ku. Taksi. Yo'q, topolmaysizlar mashinani. Tongda quyosh bo'lib, tunlar yulduz bo'lib boqasan. Sana geldim sana geldim. Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi, haydi söyle, haydi söyle uykusuz gecelerimi,
tonirovkasi bo'lmasa jentra hisoblanmaydi. Men sizga eksklyuzivniy video ko'rsatdim. Orzu bugun mashinalar bilan kelganlar nomerlarni ko'rsatdim boya. 005. Skromniy nomer. Bitta narsa so'ramoqchiman-da, Orzu, nima qildingiz buni? Qatta, nima qildingiz? Shunaqa edi. Olganingizga hali bir oydan o'tmadi shekilli. Shunaqa edi. Yaxshi, nima qilmaslik? Tushirildi bunga o'zi. Men hech nima qilmadim. Ichini bitta ochamizmi? Bering. O'zim ochay. Jentra tonirovka bo'lmasa nima kerak jentra? Tonirovkasi bo'lmasa jentra hisoblanmaydi. Katta qizakida. Tozami? Bilmadim. Qayerdadir men xato qilyapmanmi yo men noto'g'ri yo'lda ketyapman bilmayman. Kelmaydi, lekin bunga keladi mana gul. Yo men hayot yo'limdagi chizig'im noto'g'ri chizilib ketgan. Yo o'zim noto'g'ri chizib oldim, yo noto'g'ri chiziq tanladim. Lekin menimcha to'g'ri chiziq tanlaganga o'xshaydi mana. Har kuni gul bunga, har kun uyda Mickey Mouse ham kelgan. Mayli-da. Mavişim mavilendim kapına kilitlendim. Mavişim mavilendim kapına kilitlendim. Az tutmuştu yüreğim. Nima qiling? Atim kerak. Ko'rasizlarmi, sizlar menga siz shivangizni o'zgartiring deysizlar. Bizning shiva shunday. Boshqa tilda aytib ber. Aytib ber, keyin ayt yana bitta ayt otaman. Menga xayrli kun, xullas kecha kuni qishloq qiz shahar qizda video chiqardim-ku. O'shanda jiyanim faqat bir shaharda o'sgan, biri qishloqda-da. Qishloqda qizni ko'rsatam. Qishloq qiz bilan shahar. Do'stlaring qalbida mangu o'chmas xotirasan, aslo tark etmagansan bizni.